Unda savol beraman. Yuz parvarishdan foydalanasizmi? Yuz parvarishidan foydalansangiz, yuzimizdagi dog'larga, pigmentatsiyalarga qaysi mahsulotdan foydalansak, asvetlab chiqib beradi va shine effekt beradi. Anaqa vitamin C serum ishlataman. Umuman shu produktlar C vitamini borlar pigmentatsiyaga zo'r foyda beradi. O'zim shundan foydalanaman. Har doim yuz parvarishida nimalardan foydalanasiz yana? Tak, anaqangi 6 ta etapni qilmayman. Aslida bazaviy umyvalka bor, lotion bor и krem. Kechqurungi uxlatda har doim qanaqa mahsulotdan foydalanish kerak? Kechki parvarishda. Kechki parvarishga gidrofilka qo'shish kerak makiyajni yaxshiroq tozalab berishi uchun. Ночной krem ko'z atrofiga, yuzga. Gidrofilkadan keyin umyvalka, umyvalkadan keyin tonermi, serummi, и keyin питательный krem и ko'z atrofiga krem. Hamma savollarimga to'g'ri javob berdingiz. Sizni bizani Comex magazinimizdan sovg'amiz bor, Koreysik kosmetika mana. Bizani kanalga podpisatsiya bo'lganmiz Instagramimizda. Podpisatsiya bo'lib oling va birinchi xaridingiz uchun bizning do'kondan 10% chegirmaga ega bo'lasiz.